Assalomu alaykum. Salom hammaga. Bugun kecha yomg'ir yoqqan kechqurun. Mana zamburug' izlashga chiqyapman. Yog'ingarchilik boshlanganiga bir haftadan oshib qoldi. Shuning uchun zamburug'larim chiqib qolgandi deb kelyapman. Mana bu joydan avval zamburug' tergandim. Yana qaytib chiqqandir balkim, shuning uchun keldim. Mana aytganimdek chiqibdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan zamburug' terganimga bir 10 kuncha bo'lib qoldi. 10 kun ichida yana qaytib o'sgan. Mana eskisi. Mana yangi chiqayotganlar. Hali kichkina bo'lar. Mana bunisini olsak bo'ladi, lekin bularga hali teginmaymiz. Hali yana o'sadi. Mana ko'rishingiz mumkin, go'zal, chiroyli. Barragina. Zamburug'lar bir daraxtni toza yeb tugatib bo'lmaguncha o'sha joydan qayta chiqaveradi. Har yili bir joydan ancha narsa olishingiz mumkin. Chiroyli. Bu yerda ham chiqibdi. Buni ham olsak bo'ladi. Ko'raylikchi. Iloji boricha qumga tegizmaysak, chunki ichiga qum kirib qolsa tozalash qiyin qumni. Yeganingizda garchillab chizga mazasiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, shu yeyishdan ham oldin yaxshilab yuvib chayingizlar. Yana bir narsa, zamburug' terayotganingizda ochko'zlik qilib yoki mana bu zamburug'larga tegib yurmaysizlar, chunki vaqtga bular ham kattaradi. Qizg'anchiq ham bo'lmang. Siz bo'lmaysiz, boshqasi teradi. Ko'nglingizni keyin qiling. Bu yerda tugatdim. Şimdi endi qidirishni boshqa joydan qidiramiz zamburug'ni. Evet, qolib ketibdi. Zamburug' qidirayotganingizda mana unday daraxtlar, ayni vishinka izlaysiz, mana unday urilgan, chirigan daraxtlar, ariq yoqalarini izlasangiz topishingiz mumkin. Rosti. Mana yana topildi. Lekin bular eskirgan menimcha. Mana usti ko'rinishi ham. Yo'q, bo'lmaydi, bular eskirgan, yomonroq. Shu narsaga ehtiyot bo'linglar. Ancha vaqt bo'lgan. Bunaqa joylarda ham topsa bo'ladi. Aytganimdek chirigan daraxt, mana terak daraxti. Endi chiqishni boshlagan mana. Hali yosh judayam.
Ko'rib turibsizlar. Mana bu yerdan ham chiqishni boshlagan. Bir 4-5 kundan keyin kelsam bo'lar, yana ham kattaroq qoladi. Baribir bu zamruhlarga mendan boshqa odam tegmaydi rosti. Qishloqdagilar sal qo'rqadi. Ularga tushuntirganim bilan baribir riskovat qilishni xohlashmaydi. Voy bilin. Voy. Haliyle çıkardı, bir yerden çıkmadı. Çıkışta hali boşlamayapti ham. Hayronman. Yo'q bu yerda. Ammo baliqqa kelsam bo'lar ekan. Yana bir narsa. Ano sentralniy yo'llar, asfalt yaqalar yoki shahar atroflari bo'ladi-yu. O'sha joylarda ham zamruh ko'p bo'ladi, lekin u zamruhlarga tegib bo'lmaydi rosti. Chunki mashinalardan, boshqa narsalardan chiqayotgan zaharli havoni yutadi. O'zida shularni zahrini yig'ib, keyin uni iste'mol qilganingizda salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shu narsalardan ehtiyot bo'linglar, iltimos. Bu yerda ham yo'q. Kim biladi? Yo'q. Lekin baliq borga o'xshaydi, baliqqa chiqish kerak. Yana bir narsa, men baliqqa ham qiziqaman. Lekin bu kanalim faqat zamruhlar haqida. Shu yil kuz, qish unday yog'ingarchilik yaxshi bo'lmay, namlik bo'lmaganiga shu yil zamruhlar ham kam. Aslida zamruh chiqishi yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, oktyabr oyidan chiqishni boshlash kerak. Mana bu yo'llarni zamruh bosib ketish kerak edi, lekin yo'q, shu yil nimagadir. Shunaqa joylarni izlasangiz, vishinka zamburug'ini topishingiz mumkin yaxshi miqdorda. Yana bir narsa, do'stlar, meni videoga olyapman, unday kачествоsi yoki olish jarayoni unday chiroyli yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun uzr. Lekin iloji boricha harakat qilyapman. Bu videom zamburug' izlash haqida, lekin shu yil nimagadir kam zamburug'. Mana yo'q, bunaqa joylarda bo'lish kerak edi.
Yana bir narsa, men o'tgan yili qayerdan zamruh tergan bo'lsam, har yili har 10 kunda, 15 kunda, bir oyda o'sha joyga qaytib ko'rib turaman. Chunki zamruh bir joydan chiqaveradi. Faqat mana u bu yerdan mana u yeb tugaguncha, короче. Mana bu yerdan ham chiqibdi, ko'rib turibsizlar. Kam u, Xudoga shukr bo'ladi. Boriga shukr qilamiz. Yaxshi. Tushib ketdi. Mana qolganini qoldiraman rosti. Kattaradi nasib bo'lsa. Shu videoni tomosha qilayotganlar bir iltimos qilmayman, har holda bir podpiska bilan bitta like bosib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Chunki o'zimizda bunaqa videolar kam chiqarilyapti. Faqat endi men bu videodan foyda qilmayman, shunchaki odamlar ko'rsin, qayerdan izlash, qanday zamruhlarni terishni bilsin deyman-da. Yana bir narsa, bu vishinka zamburug'ini zaharlisi yo'q O'zbekistonda. Faqat bir joyda, Avstraliyada o'sa ekan u zaharli turi vishinkani. O'zbekistonda unaqa turi yo'q vishinkani. Faqat yeb bo'ladi. Faqat eskirgan yoki boshqalari bo'lishi mumkin. Shunchaki ularni ta'mi o'zgarib ketadi. Lekin ziyonsiz. Mana videomiz ham yakunga yetyapti. Mana bu yerdan ham endi chiqishni boshladi, ko'rdingizlarmi? Hali vaqt bor ekan, короче. Yana bir 5-6 kun vaqt bor. 5-6 kundan keyin shular ayni voyaga yetgan barda bo'ladi mana ular. Shuning uchun shoshilmanglar terishga. Agar kichkinagina hozir ko'rganlaringizdek bo'lsa, biroz vaqt kerak chiqishiga. Bir 5-6 kunda kezlar yoki 4 kunda bir kezlar agar voyaga yetgan bo'lsa terrorizlar. Sal ko'ngilni keng qilish kerak. Chunki bir xil o'ylaydi, ulardan olmasam mendan boshqasi terib ketadi. Rost unaqasi kerak emas. To'g'ri, nonsoflar ham bor lekin. Mayli. Do'stlar, ko'rishamiz yana. Salomat bo'linglar. Omad sizlarga ham. Sog'lik, salomatlik.